Bugun sizlar bilan ingliz tilidan sertifikat olish uchun qancha vaqt va qancha pul kerakligini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Ingliz tilidan sertifikatingiz bormi? Ha, bor. Sir bo'lmasa qanday sertifikat? IELTS va Safer ham bor. Sir bo'lmasa ana shu sertifikatlarni olish uchun qancha vaqtingiz ketgan? Boshida IELTS ni olish uchun где-то 4-5 oy ketgan. Self study bilan 6 oy desak bo'ladi. Safer ni olish uchun 1 oylar vaqt ketgan. Eng qiziq joyi, qancha mablag' sarflagansiz shu sertifikatlar olguncha? Ingliz tili boshidagi IELTS ni olish uchun oyiga o'rtacha $50 dan ketgan. Saferni self study qilib 0 so'mga olgan. Tushunarli. Jami hisobda taxminan qanchalar? $300 desak bo'ladi. Ingliz tilidan sertifikatingiz bormi? Sertifikatim bor. Qanday sertifikat? IELTS 4,5. IELTS 4,5 juda zo'r. Qancha vaqtingiz ketgan sertifikat olish uchun? Xullas, uzib 5 yil tayyorlanganman. 5 yil, oho. Pulamanchagina ketgandir. Qancha pul ketgan taxminan? Taxminan endi o'sha paytlardagi pullar dollarda hisoblasak bir $2000-3000 ketib qo'ygan. Ingliz tilidan sertifikatingiz bormi? Albatta. Qancha vaqtingiz ketgan ingliz tilidan ana shu sertifikatni olish uchun? 7 oylar atrofida bo'lsa kerak. 7 oylar atrofida. Eng qiziq joyi, qancha miqdorda pul sarflagansiz? 4,5 milliongacha bo'lsa kerak. Jami o'sha sertifikatni olguncha. Ingliz tilidan sertifikatingiz bormi? Albatta. Qanday sertifikat? IELTS. IELTS juda ham yaxshi. Qancha vaqtingiz ketgan sertifikat olish uchun? Plus minus 4 yil. 4 yil. Pul masalasidachi? Juda ko'p. Rahmat. Sizda ham sertifikat bormi? Agar bor bo'lsa, qancha vaqt va qancha pul sarflaganingizni kommentariyalarda yozib keting.